Toza ichimlik suvi aholi salomatligi va farovon turmushining muhim omillaridan biri. Xorazm viloyatida ham ichimlik va oqova suv tizimlarida qonuniylikni ta'minlash, iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish hamda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Navbatdagi lavhamizda joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida bu borada Xorazmda qilingan ishlar haqida so'z boradi. Xorazm viloyatida ichimlik suvi ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish sohasida davlat nazoratini kuchaytirish, iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlash hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning yanvar-iyun oylarida viloyat hududida ichimlik suvi sifati ustidan nazorat doirasida sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati bilan hamkorlikda 886 ta suv namunasi tahlil qilindi. Bu belgilangan rejaga nisbatan 109% ni tashkil etdi. Shuningdek, 197 ta byudjet tashkilotida o'rganishlar o'tkazilib, 32 ta holatda ichimlik suvi ta'minoti va oqova suv xizmatlaridan foydalanish qoidalari buzilgani ma'lum bo'ldi. Faoliyat davomidagi yana bir muhim masala oqova suv inshootlarini texnologik auditdan o'tkazish hisoblanadi. Joriy yilning birinchi yarim yilligi davomida 13 ta oqova suvlarni tozalash inshooti hamda Xorazm suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatiga qarashli 32 ta ichimlik va oqova suv inshootida texnologik audit amalga oshirildi. Ikkinchi yarim yillik ish rejamizga asosan texnologik audit ishlari amalga oshirilmoqda. Ushbu rejaga asosan bugungi kunda Qo'shko'pir tumani Gulzor mahallasida joylashgan markaziy suv taqsimot inshootida texnologik audit o'tkazish ishlari amalga oshirilmoqda. Texnologik audit ishlari Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 494-qarori bilan tasdiqlangan nizomga asosan amalga oshirilmoqda. Korxona va tadbirkorlik subyektlarida me'yoridan ortiq ifloslangan oqova suvlarni oqizish holatlari yuzasidan 25 ta o'rganish o'tkazilib, 23 ta holatda qonun buzilish aniqlandi. Natijada mas'ullarga nisbatan 95 million so'm miqdorida ma'muriy jarimalar qo'llanildi. Ichimlik suvi inshootlaridagi zararsizlantirish uskunalari holati bo'yicha 58 ta obyektda nazorat o'tkazildi. Shundan 38 tasida kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Tekshiruvlar davomida ichimlik va oqova suv tarmoqlaridan noqonuniy foydalanish bilan bog'liq jami 195 ta holat aniqlandi. Ushbu qoidabuzarliklar natijasida suv ta'minoti tashkilotlari foydasiga 808 million so'mdan ortiq qo'shimcha to'lovlar hisoblandi. Bundan tashqari ichimlik suv tarmoqlaridagi me'yoridan ortiq yo'qotishlar va o'zboshimchalik bilan ulanish holatlari yuzasidan umumiy qiymati qariyb 17 milliard 912 million so'mlik 8 ta material huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborildi.